Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizda yangi oshxona mebelimizni olib kelib ustanovka qilib bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni Yazyovon Qorsaqol qishlog'iga olib keldik. Muhammad Ali akamiz uyiga YouTube kanalimizda ko'rib, ishlarimizni yoqtirib zakaz qilganda, mana xonadonini kelib o'lchab, chiroyli qilib ustanovka qilib bitkizib bo'ldik. Bu oshxona mebelimizni laminatdan tayyorladik. 100% beti ham, ichi ham laminat bo'ldi. Bu oshxona mebelimizni narxigacha nima ishlatganlarimizgacha aytib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Xudo xolasa qilib borayotgan ishlarimizni chiqarib boramiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa ishlarimizni davom ettiramiz. Bu oshxona mebelimizni eshigimizdan kirishdan shu burchakgacha 395 sm bo'lgan joyga ustanovka qilib bitkizdik. Eshikni ochilish hisobiga bu joyi sal kemtik qilib, eshikka xalaqit qilmaydigan qilib ochib qo'ydik. Bemalol ochiladi. Mana shu holatda qo'yib berdik. Рабочий stol, keyin mo'ykasi, to'rxonali mana gazini qo'ydik. Ikki tomonida ham рабочий doskasi bor. Suv montajlarigacha tayyor edi. Mana ulab qo'ydik. Suvlarigacha tushyapti. Bu oshxona mebelimizni rossiyskiy seri laminatdan tayyorladik. Mana beti ham, ichki korpuslarigacha bir xil qilib. Osha-moshalarni to'rttadan qatirdik, chekkalari plastmassa kromka bo'lgan, turba ruchkalarni qo'yib berdik. Keyin vakuumli. O'zi sekin yopilaveradi mexanizmlari. Bu joyimizda qo'shib soladigan patnislarimiz bor. G'aladonlari ham mana vakuumli bo'lgan. Doskalar rossiyskiy, kafellari bizdan bo'ldi. Kafellarni, doskalarini mana plyonslarini germetiklab qo'yib berdik. Vitichkalarini tayyor qilib, to'klarigacha ulab qo'ydik. Bu tomonda to'k montajlari tevasigacha chiqib ketgan. Bu tomonimizda tuz quruqcha qo'ygan cho'ntagini qo'ydik. Svetlarimizni yopishtirib qo'ydik. Tayyor yonadi. Bu joyimizda xoladennikka joy tashladik. Tevasini kattagina tumishga qilib berdik. Kattaroq idishda o'g'lab turish uchun. Mana shu holatda ustanovka qilib bitkizdik. Poldan o'lchaganda balandligi 220 balandlikda bo'ldi. Shu mebelimiz eniga 395 joyga tushdi. Mana shu holatda chiroyli qilib ustanovka qilib bitkizdik. Kafellarigacha, magnitlarigacha qo'yib, xudo xolasa mana shunday qilib chiroyli qilib tayyorlab bo'ldik. Kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Laminat, akril materiallardan tayyorlab ustanovka qilib bitkizyapmiz. Bu oshxona mebelimizni 1 metr, bo'yiga 220 bo'ladi. 1.800.000 so'mdan vodiy bo'ylab o'rnatib beramiz. Kafeli, mo'ykasi, shushulkasi ichida bo'ladi. Mana joyimizda mana original shushulkasi bor. Tarelkalar, chinilar uchun. Mo'ykamiz to'rtburchak, savatchali, geli boridan qo'yib beryapmiz. Bu mebelning ichida kafeli kelgan, magniti, mo'ykasi, smestitel kirmaydi. Shushulkamiz kelgan. Qo'shib soladigan patnislarigacha bu joyimizda cho'ntaklari bor. Diod chiroqlarimizni yopishtirib qo'yganmiz. Yonadi ular ham. Mana shu narsalari mebelning ichida bo'lgan. Gaz, vitichka, xonadon egasidan bo'lgan. Mana shu holatda mana ustanovka qilib bitkizdik. Xudo xolasa ishlarimizni kuzatib borasizlar, like bosib obuna bo'lib qo'ysalaring, chiqarib borayotgan ishlarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Video davomida xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Ish davomida ish tugatib, shunaqa qilib borayotgan ishlarimizni chiqarib boryapmiz. Yoqsa like bosib qo'yinglar. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib qo'ysalaring, xato kamchiligimizni xudo xolasa to'g'rilaymiz. Rahmat, videoni oxirigacha ko'rganlar uchun. Bu oshxona mebelimizni 1 pogona metri 1.800.000 so'mdan, shu oshxona mebelimiz 6.120.000 so'mga olib kelib ustanovka qilib bitkizdik. Mana shu holatda. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Xizmatdamiz xudo xolasa.